Karantinda ishsiz qoldim va shu natijaga erishdim. Tortma qulog'imdan. Voy dadasi, bolalarni bog'chaga beraylik, qiynalib ketgandir siz-a? Bog'chaga? Bolalarni olib ketinglar, bog'chani yopmoqchiman. Bolalarni dadamga olib boramizmi? Assalomu alaykum qaynota. Uyda bo'lmayman deganim-ku. Qo'yog'ingda o'xshab o'tiraverasiz, nevaralaringizni o'ynatay demaysiz. Bolajonlar, bobongiz sizni juda sog'inibdi. Yelkam armaturasi chiqib qoldi. Adajon, bolaga ozgina qarab turing, charchab ketdi, ozgina aylanib kelaylik. Qachon kelasizlar? Bularni qanaqa qilmayman. Xavotir olmang qaynota, mana Jannat Ubi, App Store hamda Play Marketdan yuklab olsangiz bo'ladi. Bolalar uchun dasturlar ham bor. Shoshmay, bola qolsa kerak. Mana qara bittasi o'yin o'ynayman deb qolsin qaraman. Voy, video ko'rib o'tirgan joyingizda telefonni qulflasangiz ham musiqasi eshitilib turaveradi. Agar o'yin o'ynab o'tirgan joyingizda ham musiqasi eshitilib turaveradi. Eng zo'richi, hech qanaqa reklamalasiz. Men sizga. Buni sizlar borib, o'zim ham bilmayman. Rahmat. Qutuldik-a? Nima? Bola bolajon, ey shiringina qaqajon. Ko'ra olmaslar, ko'rib qo'ysin. Bunday befarosat xotin olamda yo'q. Dazmolla, mana uni ishga kech qolyapman. Mol. Romantika qilishni ham bilmaysiz. Tepanot senga sovg'a bor. Romantika qilmoqchilar shekilli. Bittadan quyosh chiqdi. Voy, bardachokni och. Bagajni och. Voy. Ashini ko'tarib uyga olib kel, xotin bilasanmi, belimda grija bor. Grijasi qursin, yashamaylik ekan-da. Senga romantika kerakmidi? I found a love. Sen bilan romantikani birini qilamiz, xotin. Titanicni ko'ramiz. Titanicda trenddagi suv Flavis bilan ko'ramiz. Ya'ni sen xohlagan ta'mi anorligi 7 yoshdan 70 yoshgacha ichyapti. Trenddagi suvda bu xotin. Rahmat. I found a love. O'zingizga olmadingizmi? Ha, kinoyini ko'r. Sigma boy. Uka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Xo'sh, o'tdan erim bilan birga o'tamiz-da. Internetda bitta video moda bo'lib ketdi-yu. Mana erimga berasiz-da. Xotiningizga mana shu gulni bering degandek qilasiz. Ha, bo'ldi, xo'p. Nima? Sen erkak kishiga gul beryapsanmi? Voy, dadasi! Ha, senda qala ko'payib ketdi. Voy, dadasi, urmayman beruvdim gulni. Nima? Sen hali erkak kishiga gul beradigan bo'lib qoldingmi? Ha? Bugun 56lar dachaga dam olgani keldik. Voy, 56lar dam olish deb bo'lsa, sari bola pizza olib keldim. Eski do'stlar. Bu bitta karobka qopti, kech payt yeymiz, moshillashmaganmi? Yomon botdi, og'ir botdi, yorim o'zini qilyapti. A, beparosat sari bola pizzani birga yeymiz dedim-ku. Qornim ochib ketdi-da. A, meniki ham och. Qayerga bo'lmasa? Biz o'zbeklar replarimiz, rep bo'lmasak ham sheplarimiz. Opa, yarim kechasi sut qo'tordi, nima qilyapti? Uka, qabriston mahallaga tashab qo'ying, tomog'im bo'g'ilib qolgan. O'tiring, xola, o'tiring. Assalomu alaykum, xola. Va alaykum assalom. Rushnoy tushirmabman. Bismillahirrohmanirrohim. Uka, ishlayman. Jon opa, iltimos tushun, men yo'nalishim o'zgarib qoldi. Men boshqa tarafdan ketadigan olib qoldim. Uka, mahallamga olib borib qo'ying. Tushing opa, iltimos tushing. Tushing. Jon opa, meni nimaga qo'rqitoryapsiz? Atalar chiqib qoldi, mendan nima xohlaysiz? Befarosat buni eshikni etagimda qisib qoldi. To'xtatsa, to'xtamaysan. Rostmi, hammasi tug'ma, kayfiyatni qochiradi, orqangdagi grija. Mana 1 soat turasiz. Keyingisi kim ekan? Sizda nima kasallik? Tomog'im og'riyapti. Ha, tomog'ingiz og'riyapti. Og'zingizni oching. Ke, nima qildingiz? Qo'ygan surtib qo'ydim. Ovozingiz ochilib ketadi. Endi muzikalar chiqarib yuborasiz. Qani, Jackson. Endi nima bo'lyapti? O'g'il aka ko'p sigaret chekib qo'yapti. Cho'chakyaptimi? Somsaxonaga so'ng'iz qilaman hozir. Yurma yoqqa.
Ko'ryapsizmi? O'pkasini qurum bosganda chekaverib. Hali pechkani trubasini qoqsa chiqadi-yu. Yana chekasanmi? Yana cheksangiz skripkaga sim qilamanmi? Siz qayog'ingiz og'riyapti? Mayog'im og'riyapti. Qayog'ingiz? Mayog'im. Ha, mayog'ingiz qayog'ingiz? Ha, gemoroyman demaysiz. Hamma oldi ichatmi? Ya hamma keldi, Hamma giyoh tayyorlab qo'yamiz, bemorlarni klizma qilamiz. Kim bu pushti yana? Shunda menga azob berayotgan. Haligi silab davolayotgan ekansiz. Ya men sizni qayeringizni silayman? Ichkilikdan, sovuqdan, achchiqdan asrasangiz bu qo'zg'almaydi jonim. Qo'zg'ayotibdi, kuchlisi ekan. Voy, taksida ham o'tira olmayman. O'tiravering, tog'a. Men o'tkazganni qo'ymayapti-da, qiynab tashadi. Bitada yo'qotaman. Meni hali tabibinskiy deyshadi. Ishonmasangiz ishib keting, chuqurchaga tushib keting. Hozir dori nomini aytaman, tay-pay bilan qirilib ketadi. Fulbodiya 600. Voy, yo'qoldi. Voy masa. Bo'ldi, hijolat qilib o'tirib turavermang. Ustoz, oyog'ini osmonda osib qo'ygan bo'laysiz. Miyasi bilan yerga tushdi. Qo'yag'i surtib qo'ylar, yaxshi o'tib ketadi. Bolalik zo'r bo'lardi. Sovuq suv ichsam, ayam tayoq bilan urardi. Mosusramay o'la, rish qilmasdan oyog'ingni ko'tarib yur. Mol. Atay qilyapsan-da, asabimga o'yna. Maka. Sho'rlatmay qo'y, mol. Ko'pirib ketganini qara. Bolalarda oldida so'kinavermang. Ishlatish kerak-da, mana uni ko'tarib yuravermasdan. Men. Chiroyli ber. Men. Deb porosatingga paytava tirg'latib ichida nima qidiryapsan? Nima qidiradi? Go'sht qidiryapti-da. Ya qo'ydi qo'ltig'i. Chimchiqmisan sen? G'ichirama, asabimda osh bermaydi, g'ichirama. Mo'ylash kerak-da, g'ichillamaslik uchun. Tiriq ketsa ontar-tontar qiladi. O'zi uxlaganda xurragi olami buzadi. Ha, mingillamay o'la. To'g'ri qol nariyoqqa chiqib yot. Yashamayli ekanda. Yaxshimisiz? Dada yaxshi keldingiz. Rahmat, kuyov qani? Xotin Shohruxxon. Zuratchu Ametchil. चांद जलने लगा Voy, shu uyalchak kuyovimizmi? Ha, biz oldimizda ekanda, dami chiqmay o'tirar ekan. Ya, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, voliday muhtaram. Mol olib keldinglar, mol olib ketasizlar. Bu kuyovni ko'rgani kelyapman deb 2 kilo go'sham olmaysizlar, ha? Mana olma oldik. Bu 2000 so'mni tosh olmani nima qo'yga beramanmi? Endi qaraysiz, oyog'ingizga mana uni kiyib oling bahillarni. Nimaga? Oyog'i sasitda. Men. Kuyov bola, uyingizga kelgandan keyin televizor ko'rmasdan gaplashib o'tiraylik. Men musor to'kib kelay. Men qara shu uyatchan eringga Xonsaroy Shirin hayot loyihasi sotuvga chiqqan ekan. Uy olib bermoqchi edim. Ona shunday massaj qilib yuboring oyog'ida. Hay bo'lmasa. Qo'ying. Qo'ying. Dala shunday musullar to'planib qolgan to'kib keling. Manmi? Onamni chiqarmasangiz kerak, parosatni ishlating. Siz ham qattiq qiling. Ali aka, oyim hamshira bo'lganlar, o'zlari gol qilib qo'yar ekanlar. Ha? Ona unaqa qilmang, uyalaman. Orqangizni oching, kuyov bola, orqangizni oching. Uyalaman, unaqa qilmang. Yo'q, tuzalib ketaman, unaqa qilmang. Kuyov kasal bo'lib qoldingizmi? Ha, jicha maza yo'q. Ukol dori-darmon bor, ukol qiladigan odam yo'q. Siz hamshiramiz? Ha? Shunday dumada urib yuboring. Oyna, oyna,